Sizning ma'naviy qiyofatingiz sizga o'xshash odamni jalb qiladi. Tarjim qiluvchi Nafisa. Odamning ma'naviy qiyofatini ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Ammo bu xil ko'rgili bo'lmas kuchning qudrati intayin zo'r bo'lib, u untinsiz holda odamning butun umriga ta'sir qilmaydi. Undaqda ma'naviy qiyofat degan nima? U paydo qiladigan magnit maydoni nimalarning kuchidan shuncha zo'r qudratga ega bo'lgan yoki u nimadan shakllandi? Sizning qimmat qarshingiz, aqida ideyaringiz, yashash muhitingiz, aralashadigan do'st yoralaringiz, yeydigan yemakligingiz, yurish turishingiz, bilim sapoyingiz, axloq stilingiz, hatto uxlashingizdan tortib olgan har bir nafaslaringizgacha sizning ma'naviy qiyofatingizni shakllantirib, buningdan faqat o'zingizga xos bo'lgan magnit maydoni cho'g'landi. Koinotdagi kulli mavjudotni bir-biriga bog'lab turadigan hayotlik zanjiri bo'lgandek, ham ularni bir-biriga tortib turadigan, o'zaro jalb qiladigan yoki yakiltadigan bir kuch bor. Uni biz oddiylashtirib magnit maydoni deymiz. Agar bir odam tarbiya ko'rgan, ma'naviy stili ham psixik saposi yaxshi, ro'yi olti tetik, ko'tarangi, xarakter fazilati esil, hayotga bo'lgan pozitsiyasi aktiv bo'lsa, bu odamning magnit maydonimi shuningga mos holda yaxshi ishlarni va talay omadlarni uningga tortib keladi. Dal buning aksicha, agar bu odam qarmoqqa doim ruhsiz, tushkun, hammaga umidsiz, ishonchini yo'qotgan, og'rinib yuradigan bo'lsa, uningdagi bu xil energiyalardan tutib chiqqan magnit maydoni yana o'ziga o'xshashlar pasib ishlarni tortib kelib, xuddi yetimning og'zi oshqa tagsa burni qanabdi degandek, nimalar ish qilsa yaxshiga yurishmaydigan ahvol ko'rildi. Xo'sh, undaq bo'lsa, zodi nima bizning magnit maydonimizga ta'sir ko'rsatib turdigandi? Biz tövandagi bir qancha nuqtaga nazarimizni ag'dirib boqaylik. Birinchi, aqida, ideyaning kuchi. Siz nimani o'ylasangiz, nimaga ishonsangiz, sizda shundaq magnit maydoni shakllandi. Mana bu tortish kuchi qonuniyati. Sizning ideyaringiz siz erishmoqchi bo'lgan narsani jalb qiladi. Agar sizdikisi aktiv, intilishchan ideya bo'lsa, demak sizdagi magnit maydonimi aktiv bo'ladi. Aksicha ideyaringiz passiv bo'lsa, magnit maydoningizmi passiv holatda bo'lg'ash, passiv ishlarni va odamlarni tortib keladi. Shunga bu chaqda siz magnit maydoningizni tozalashga muhtoj bo'lasiz. Ya'ni passiv ideyalarning o'rniga aktiv, hayotiy kuch baxsh etadigan aktiv ideyalarni dastish. Bu xuddi pul tepish eng kuchli bo'lgan odam boylikni, namratlik eng kuchli odam namratlikni tortib kelgandek ish. Tortish kuchi sizning ideya so'z harakatingiz orqali yo'shurun engingizda to'nib ketgan yoki jazmlashtirgan shaylarga yo'l ochib beradi. Mayli bayashatlik yoki namratlik bo'lsin, hammasi dal siz yo'shurun engingizda e'tirof qilgan holatda sizni rozi qiladi. Bir odamning ko'ngilda qandaq o'ylig'ini uning shundaq odam ekanligini bildirdi. Siz qo'rqadigan ishning izchil ustingizda yuz berishi, siz engingizda to'nib ketgan shayning amon ko'z oldingizda zohir bo'lganligini isbotlaydi. Ideya, sababiyat, shuningdek sizning ideyaringiz bilan birdaklikka ega bo'lgan hayotlik va taqdir dal oqibat. Demak, har qanday sababiyat shuningga mos bo'lgan oqibatni tortib keladi. Mana bu nima terisang, shuni olasan deganlik. Mana bu qonuniyatni tushungandan keyin siz ideyaringizning g'oyat zo'r kuchini ishga solib, o'zingiz erishmoqchi bo'lgan narsani qo'g'lishsiz. O'ziga ishonadigan, umidvor pozitsiyalik siz olamdagi sabab natija qonuniyati orqali to'g'ri ham aktiv ideya bilan yashashga, mundaq chiqib aytganda, hayotlik tuprog'ingizga sizga yaxshi va haqiqiy qimmat yaratib beradigan narsa terishga urinasiz. Bu xil o'zgarish sizning osmon zamin va barliq mavjudot bilan bo'lgan uchur zanjiringizni ulab beradi. Ana shundaq mavjudlikdagi barliq uchurlar xuddi tomiringizdagi qandak ravon ayilni olganda, butun vujudingiz rohatlikka, oromchilikka to'ladi. Ya'ni qisqacha aytganda, qalb eshigingiz ochilganlikdan ichingiz to'liq yo'g'irishga boshlaydi. Odam badani intayin sazgur bo'lgan uchur maydoni. Har vaqt to'xtamasdan sirtqi muhitdan kelgan uchurlarning kirib chiqishi ham olmishishi bo'lib turdi.
ikkinchisi bo'lsa muhabbatning kuchi. Muhabbat olamdagi eng qudratli magnit maydoni. Chunki u olam qonuniyati bilan inoq ham birdek. U sizning vujudingizdagi eng saf bo'lgan energiya manbasi. Faqat muhabbat ishingizdan o'qchig'andila, ondan muhabbatni jalb qila olasiz. Shunga faqat o'zingizni suydigan shaxsiyatchil muhabbatni barpo qilmang. Balki atrofingizdagilarni, ota-onangizni, do'stlaringizni, hamrohingizni, xizmatdoshlaringizni, dushmaningizni, barcha mavjudotlarni, har bir giyohlarni suying. Siz ularga har bir qitim muhabbatning uchurini taqatganda, ularning sizga bo'lgan muhabbatini uyg'otasiz. Tarqatgan muhabbatingiz qancha ko'p bo'lgan sari, sizning uningdan hosil qilgan magnit maydoningizmi shuncha kuchli bo'ladi. Albatta, sizga qaytib keladigan, siz tatib keldiganimi muhabbat bo'ladi. Muhabbat ham bir xil ko'rinmas shakldagi modda. Uning o'zimi bir magnit maydoni. Sizning muhabbat tarqatishingiz bilan billa koinotda muhabbat zanjiringiz paydo bo'lib, hamma hayotlikni sizga ulaydi. Siz ulangan, birdaklikka kelgan hayotlik qancha ko'p bo'lgan sari, sizning hayotlik yo'lingiz shuncha baxt va muhabbatga to'ladi. Siz ma'lum o'ngsizlikqa yo'liqishdan burun koinot har xil uchurlar orqali sizga signal beradi. 6-chi sezgu yoki ilhom baxsh etgandek. Ilhom muhabbat bor joyda mavjud bo'ladi. Xuddi ona bilan boladek, oshiq bilan ma'shuqdek, qo'sh kezaklardek ilhom muhabbatdan ayrilanmaydi. Ikki odamda muhabbat bo'lgandila ularning rishtisi olindi. Muhabbat ularning engini, sezgusini ulaydi. Ideya va aqidasini birdaklikka ega qiladi. Shunga ikki odam jahonning ikki chetida bo'lsa-mu, ma'lum birisiga xavf yetsa, yana birisining ko'ngli to'yib qoladi. Birisi yana birisini sig'insa, yana birisimi tang sig'inadi. Yoki tuyuqsiz uningga telefon qilib, uni izlab qoladi. Bir odamning qilgan yaxshiliklari yig'ilgan siri olamda muhabbat magnitini hosil qiladi. Bu har qanday xatarga yo'liqishdan avval u bu sabablar bilan shu xatardan omon qoladi. Mana bu u qilgan yaxshiliklarning uningga qaytib kelgan eng yaxshi javobi. Olamda intayin qudratli bir qonuniyat bor. Ya'ni olamlik tortish kuchi qonuniyati. Boya deb o'tgandek, sizning ideya aqidangizning energiyasi, tortish kuchi, magnit maydoni bor. Siz nimani tilasangiz shuningga erishsiz. O'ylaganlaringiz koinotda o'z uchurini berganda, koinotmi sizga maylingizni berdi. Bu dal burunqilar aytgan tilasang toparsan degan idiomni yaxshi isbotlab turibdi. Shunga har qanday yomon ishni qilgan vaqtingizda boshqalar bilmaydi-ku deb talaysinmi. Ko'gili bo'ladigan ojiz odam bilmagini bilan ko'gili bo'lmaydigan qudratli olam kuchi hammani tangshab qo'ydi. Yaxshiga yaxshilik, yomonga yuz yeriq, hammani o'zingizga qaytirib ep kelasiz. Mayli yaxshilik bo'lsin yoki yomonlik bo'lsin, siz tergan urug' hamon ko'klab chiqib meva beradi. Balkim bugun emas, ammo hamon bir kuni. Olam bo'shlig'i yup-yumaloq, shunga ko'p ballarda boshlanish nuqtasi, oxirlash nuqtasi bo'lib qoladi. Hamma bir cho'rgilab o'z aslini ham xilini topadi. Beg'ishlashning hamon erishadigan vaqt keladi. Shunga siz boshqalarni chin ko'nglingizdan so'ygandilar, boshqalarmi sizni so'ydi. Siz boshqalarga yordam bergandilar, boshqalarmi sizga yordam berdi. Mana bu oltin qoida. Oxirida sizning yuqoridagi oltin qonuniyat va qoidalarni haqiqiy his qilib, aktiv magnit maydoniga ega odam bo'lib, o'zingizga o'xshash muhabbatlik, aktiv energiyalik odamlarni hayotingizga tortib kelishingizga tilakdoshmiz.